Musofir jigarlarim, sizlarga ishsiz o'rin topib qo'ydim. Ish qidirib charchagan bo'lsangiz, kanalga shunchaki obuna bo'ling va bugungi videomizni oxirigacha ko'ring. Chunki bizda bugun 111 ta vakansiya bor. Yotoq bepul, registratsiya bepul, borib kelish bepul, 2 mahal, даже 3 mahal ovqati ham mutlaqo bepul. Forma Trudogor u jumlanagacha kompaniya hisobidan mutlaqo tekinga qilib beradi. Xo'p, yoshga keladigan bo'lsak, 18 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan erkak, ayol, o'g'il, qiz hammani ishga qabul qiladi. Jigarlar, mana bunaqa ish like arziydimi? Iltimos, videomiz manfaatli bo'lib, musofirda ish qidirib yurgan jigarlarga yetib borish uchun bitta like bosib, kommentariyada yana qayerdan ish chiqarishimiz haqida yozib qoldirsanglar, inshaalloh keyingi safar o'sha joydan ish chiqarishga biz harakat qilamiz. Oyliklarga keladigan bo'lsak, 1000 dollardan 2500 dollargacha jigarlar. Hamma o'zbek, tojik, qirg'iz, millat, dini, irqidan qat'iy nazar bemalol hamma ishga kelsa bo'ladi jigarlar. Demak, bu ishimiz Rossiyaning Moskovskiy oblast, город Korolyov, Moskovskiy oblast, город Podolsk shahrida joylashgan. Ya'ni ikkalasi ham Moskovskiy oblast territoriyasiga kiradi. Moskva patenti ham o'taladi, Moskovskiy oblast patenti ham o'tadi. Lekin dokumentsiz ishga qabul qilmaydi. Ruskiy firma. Shuning uchun ofitsialniy ish bez dokumentlar iloji yo'q, telefon qilish foydasi yo'q jigarlar. Shuning uchun faqat dokumenti bor, ishga chanqoq ishlayman degan opa-singillarimiz, aka-opalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana город Korolyov nomeri ham turibdi, город Podolsk nomerlari ham turibdi. Promodan yoki Maxdan aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, bu ishimiz fabrika bo'ladi, ya'ni kulinarniy fabrika. Bu joyda ovqat tayyorlaydigan fabrika. Ya'ni bu ovqatlarni tayyorlaydi, tayyor mahsulot sifatida magazinga, do'konlarga chiqariladi. Siz kimdir kartoshka qovuradi, kimdir upakovka qiladi, kimdir tortiydi, tarozida tortib, kilasini chiqaradi, kimdir erkaklardan o'shani paletga solib, xullas gruz qilib ortib yuboradi jigarlar. Xullas mana shunaqa oldi qochdi ishlar. Albatta buni hamma eplaydi. Sizdan birgina talab faqat patent bo'lishi kerak. Moskva yoki oblast qolganini qo'yavering. Albatta eplaysiz. Ishoninglar, 18 yoshdan 55 yoshgacha mana aka-opa singillarimiz ishlab yurishdi. Videoda ko'rib turibsizlar, ko'p gapirgandan bir marta ko'rgan yaxshi deydi. O'shaning uchun mana sizlarga o'sha ish jarayonlarini, o'sha joyda ishlayotgan, bo'layotgan videolarni joyladim. Xo'p, bu ishimizga o'tgan safar chiqarganimda 89 ta odam boribdi jigarlar bir haftaning ichida. Yana bugun 111 ta ishchi so'rayapti. Shuning uchun mana shu 111 ta odam aynan siz bo'lishingiz uchun tezda mana pastda raqamlar turibdi. Promodan yoki Maxdan sirazi aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Iltimos jigarlar, joylar soni cheklangan. Ko'ryapsizlar, ish yaxshiligidan odam oqib boryapti. Siz ham bu imkoniyatdan foydalaning. Albatta kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etsanglar, inshaalloh bundan-da zo'r ishlarni biz musofirlar uchun chiqarishda davom etamiz. Jigarlar, bosinglar, videoga like bosib, tezda ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib o'z joylarini band qilinglar. Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Musofirda o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Sizlar bilan har doimdek Zuhriddin musofir bo'ldi.